Hoş geldiniz bazarımıza. Rahmat katta. Xorazm nerinasiz? Xorazm 50 kaladanman. Endi Ellikqal'dan. bari bu yerni adamlar ham 50 kala 4 yil Xorazm chevada söyleydi. Hammasi o'zbeklar. Baribir o'zingizni izimlagingizni topsangiz yaxshi ekandan orqayin gaplashasizlar. Xorazmchada bu yerda gaplashadigan odamlar kam. Bozorda bir o'zim Xorazm tarafdanman. Shu bozorda bir Bir o'zingiz. o'zimman ama boshqa hamma vodiydan, Tojikistondan. Shunday. Nechik bo'lib turibdi endi savdolar? Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi hammasi ayting. Asta-asta. Rossiyaga kelganingizga necha yil bo'ldi? Birinchi marta kelganimga 7 yil bo'ldi Rossiya, 7 yildan beri. Shu Rossiyada ishlaymiz. Bozorga kelganimga 5 yil bo'ldi. 5 yildan shu yerda savdo sotiq bilan shug'ullanasiz. Nechik sizda Moskva yoqadimi yo o'zimiz yurtimiz yoqadimi? Endi pul bo'yicha Moskva zo'r, pul topasiz, yaxshi pul. Baribir lekin u yana yetadigan yo'q. To'y bo'lsa og'aylarda, jo'ralarda bizlarni boramiz. Borib kelib ishlab yuribmiz. To'ylar bizda zo'r bo'ladi. To'ylar boshqacha qaraladi baribir. Xorazmning navlarini sag'indingiz? Birinchi navbatda uydagilar, keyin baribir Xorazmga kelsak ovqatlar. Ovqatlar birinchi o'rinda, Xorazm gamburg, shashlik, o'zimizning Xorazmni ovqatlari, Xorazmni manto chuchvaralari, to'y palovlari, Xorazmni qovurilgan baliqlari, ijjon, Xorazmni ijjoni, Xorazmni har xil oshlari bor, shivit oshlari. Har kim o'zining yashagan joyini, ovqatlarini yaxshi ko'radi. O'zimizni palov baribir boshqacha. To'y palovlari, Xorazm to'y palovlari вообще boshqacha mazali. Sizga bir savol bersam, mo'g'ullarni eng kuchli jonli yengan sarkarda shoh kim bo'lgan? Mo'g'ullarni birinchi bo'lib yengan odam bu o'zimizning ota-bobomiz Jaloliddin Manguberdi bo'ladi, Xorazm shohlari. Shu vaqtda shahzodasi bo'lgan sultonimiz, ota-bobomiz Shahzoda vaqti yengan, ya'ni. Shu shahzodamiz Jaloliddin Manguberdining atalarining adlari kim bo'lgan? Alovuddin shoh. Alovuddin shoh bo'lgan. Rahmat katta, savolimizga to'g'ri javob topganingiz uchun sizga kichkina bo'lsa ham arzimasan ham Rahmat. Rahmat siz ham intervyu berganingiz uchun. Samimiy tilaklaringiz bo'lsa, o'zingizni uydagi opa-singillaringizga, ota-onalaringizga, do'stlaringizga, jo'ralaringizga aytishingiz mumkin. Birinchi navbatda musofirlara hammangizga kuch-quvvat, inshaalloh sog'-salomat ota-onangizning bag'riga yetib boringlar. Samimiy g'ilomni. Keyin navdimiz uyandagilari, xudo xolasa, inshaalloh ko'rishamiz. Yaxshi niyat. Keyin videoni ko'rib turganlar, badlashga duo etib qo'yinglar. Ozgina qoldi, 10-15 kun ota bo'laman. Yo'q, tabriklaymiz. Rahmat. Ilohim. Rahmat. Eson-omon qutulib. Kutibimiz hozir. Endi o'zimizning Xorazmdan chiqqan bobokalarimiz haqida sizdan ma'lumot so'rasam bilasizmi? Bemalol, aytamiz, bilamiz. Navlarni bilasiz Jaloliddin Manguberdi haqida? Jaloliddin Manguberdini tarixda o'qiganmiz, qiziqqanmiz, o'zimizning ota-bobomiz Xorazm shohlari davlatida. Mo'g'ullarni birinchi yengan sarkarda hisoblanadi. Mo'g'ullar birinchi mag'lubiyatga uchratgan. Eron, Gurjistonlargacha bostirib borib, shu yerlarni Xorazm shohlari davlatiga qo'shgan buyuk sarkarda bo'ladi. To'lqa biz dunyo taniydi Jaloliddin Xorazm shohni. Xorazm shohlar davlati aytilganki, dunyoning 3dan birini Xorazm shohlar bosib olgan deyiladi vaqtida. Shu 11-12 asrlarda. Undan keyin Jaloliddin Manguberdi Alovuddin Muhammad shohning o'g'li bo'ladi. Xorazm shohlari davlati u vaqtdan bo'ladi. Keyin Jaloliddin Manguberdi o'zi taxtga o'tirgandan keyin eng pik cho'qqisina chiqqan bo'ladi gullab yashnagan vaqti. Eron, Gurjistonlargacha bostirib borib, shu yerlarni ham o'zimizni davlatimiz Xorazm shohning davlatlarinasini chegarasini qo'shadi. Shunday. Maktabda zo'r o'qigan ekansiz. Faxrlanamiz ota-bobomizdan. Ota-bobomizdan faxrlanamiz. Ganeshda. Jaloliddin Manguberdimiz bobomizning analari Aychichak xotun bo'ladi. Aychichak xotun Alovuddin shohning Turkmanistondan kelgan xotunidan bo'lgan farzandi bo'ladi. Va Alovuddin shohning analarining ismi Turkan xotun bo'ladi. Shular ham bilsangiz kerak. Hammasini bilamiz, o'qiganmiz tarixda. Xorazmda endi hamma joyda yaxshi dars o'tadi. Xorazmda bizda aynan tarixdan yaxshi o'tilgan. Tarixni o'qiganmiz, Xorazmlik bo'lib turib, Jaloliddin Manguberdi haqida bilmaslik bu uyat, haqiqiy uyat. Shu gap uchun bir like bosib, podpisatsiya bo'lib, kommentariyada yozib qoldiringlar, если что. Bilmagan narsalarimiz bo'lsa yoki kamchiliklarimiz bo'lsa, zemlaklar podдержка qilinglar. Sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun minnatdormiz. Sog' salomat bo'ling.
Yaqında yine ata bo'lish arafasida ekansiz. Ilohim sog' salomat, juft halalınız, qutlu basınlar. Aytganingizga Umri kuni bilan bersin Allohim farzandingizni. Amin. Ishlaringiz rivoj. Rahmat. Siz ham ishlaringiz rivoj. Rahmat katta. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Battataqim. Batbusatsiya qo'llab qo'yinglar musofirlar, batishga ketamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.